Assalamu alaikum hürmetli televizyon köylüler. Uygur televiziyasının gündelik haberlerini görüşünüzle karşıladık. Şarkı Türkistan'da bu yılın destek 8 ayında atalmış merkezden 8 xil belgelemesi xilaf qilgan 839 nefer kadr bertaraf qilindi. Norvegiyadagi ahamiyatli bir kun. Saudiya Arabistonining neft ishlab chiqarishi vaqtli to'xtatildi. Turkiya Mo'ro musulmonlarga yordam qildi. Tövende neftanlar xabarlarimizdan tafsiliy mazmunlarda bo'lsin. Erkin Asya Radyosu xabarida atalmış Uyghur Abnum rayonida bu yılning dastlabki 8 ayida Xitoy markazdan 8 xil belgilemasi xiloflik qilgan degan sabab bilan 839 nafar kadrni bartaraf qilib, 661 kadrga intizom va ma'muriy jazo bergan. Atalmış Şinjan gezitining 13-sentabr xabar qilishicha, Sharq Turkistondagi intizom tekshirish va reviziya tarmoqlari bu mezgil ichida Xitoy markazining 8 xil belgilemasiga xilof 774 deloni aniqlab chiqqan. Yuqorqi kishilar bu 774 delog chetishlik ekan. Xitoy raisi Xi Jinping hokimiyat beshiga chiqqandan keyin atalmış sheriklikka qarshi turish harakati qo'zg'ab, tuzumga xilof yap ichish, so'g' salom elish, hukumat ashyolarini tuzumga xilof ishlatishni o'z ichiga olgan 8 xil belgilama chiqargan. Bu harakat Sharq Turkistonda yaqinqi 2 yil ichida nurg'un yerlik kadrlarning jazolanishiga sabab bo'lgan. Chet eldagi Uyg'ur faoliyatchilar yuqorqi 8 xil belgilama Xitoyning Sharq Turkiston siyosatiga yo'shirin qarshi turgan yoki uni aktiv qo'llamagan Uyg'ur kadrlarini jazolashning bahonasiga aylanib qolganligini ilgari surib kelgan edi. Şinjan gezitini atalmış Uyghur Abnum rayonlik intizom tekshirish va reviziya komiteti 9-sentabr kuni mazkur belgilamaga xiloflik qilgan 8 tipik deloni e'lon qilib, Avat noyilik 1-o'rta maktabining mudiri Hörgül Davud, Xotan shahri Narbaq ijtimoiy rayonining boshlig'i Rozin Savushur, Kommunayisi Pishniyeziliq Sahya o'rnining boshlig'i Mamtimin Ahmad, Qarmay shaharlik Milliy diniy ishlar komitetining xodimi Lutfulla Hoji qatorliqlarning ismi tilga ilingan. Hörgül Davud qurban etlik so'g'i qabul qilish, Rozin Savushur boshqalarning bergan bezak buyumi, qo'l sayt qatorliq so'g'ilarni elish bilan ayblangan ekan. Yaqinqi 2 yil ichida nurg'un yerlik kadrlar atalmış 8 xil belgilamaga xiloflik qilish bilan jazolangan ekan. Amerika Alam qatnash idorasining mutaxassisi doktor Erkin Sidiq, ana til projekt uchun xizmat qilayotgan Abduveli Ayub, Mutallib Saydullah qatorliqlar Norvegiya poytaxti Osloda jam bo'lib, vatanimizning hozirgi vaziyati va avlodlarning kelgusi to'g'risida Norvegiyadagi Uyg'urlar bilan hamsuhbatda bo'ldi. Shundaqla Erkin Sidiq apandimning doklatidan vatandagi Uyg'urlarning ahvoli odam tasavvur qilg'isiz eg'ir bo'lib, ko'ngillarni g'ash-asimo, yengilmas iroda, qat'iy ishonch, uyultashdek birlik tashabbuslari hammalarga umid bag'ishladi. Abduveli Ayub apandining chet elda yashayotgan Uyg'ur avlodlarining Uyg'urlik ruhini saqlab qolish va Uyg'ur ruhini singdirishga bo'lgan ko'z qarash, taklif fikrlari kelgusiga bo'lgan arzu-umidlarni texmi oshirdi. Shoir Mutallib Saydullahning yangidan nashrdan chiqqan Dengizning aytqanlari, Abduveli Ayubning Turkiyada Xitoy ishtiyoqi, Uyullar vadisi Turkiya qatorliq kitoblari imzoliq setildi. Uyg'ur ana til maktab o'quvchilarimi o'z mahoratlarini ko'rsatib, san'at nomerlarini o'rinladi. On 5-sentabr kuni Energiya ministri Abdulaziz ibn Salman Saudiya Arabiston xabar agentligi sifatida e'lon qilgan bayonotida Milliy neft shirkati Saudiya Aramco'ga tava 2 o'rinning jasus aeroplani bilan hujumga uchirganlik sababidan neft ishlab chiqarishni vaqtli to'xtatganligini bildirib, mazkur hujumning taxminan 5 million 700 ming varil xam neft bilan ta'minlashning to'xtatilishiga sabab bo'lganligi va kunlik 2 million varil neft gazi ishlab chiqarishning to'xtab qolganligini ta'kidladi. Ba'zi manbalarning xabarga asoslanganda bu qatim hujum Yaman yoki Iroqdagi Iron yollanma askarlar tomonidan qilinganligi ilgari surilmoqda ekan. Buningdan ilgari bunday hujumlar yuz bergan bo'lib, may oyida Saudiya Arabiston Yamandagi Iron yollanma askari Husi shialar tomonidan hujumga uchirgan neft turbasining sun'iy amroh suratini oshkorlagan edi. Turkiya tarafidan Filippindagi Mo'ro musulmonlar yashaydigan Mindanao orolining o'xshash bo'lmagan joylariga silingan 5 maktab binosi bilan 3 davolash markazining qurilishi bitdi. Turkiya hamkorlik va koordinatsiya agentligi TIKA yozma bayonot e'lon qilib, TIKAning bu yil Bangsamoro umumiy xalq bilet tashlash faoliyati natijasida rayonda qurilgan musulmon Mindanaodagi Bangsamoro Abnum rayoni va Mo'roliqlarga yordam qilishni davomlashtirayotganligini, bu doirada Mindanaoning Davao Oriental, Lanao del Sur va Magoindana o'lkalariga qarashli Cotabato, Buluan, Lumbayana-Goi va Kaboyao shaharlarida 4 sinfliq 5 maktab binosi sog'anligini, Cotabato, Davao Oriental va Maravida 3 davolash markazining qurilish xizmatlarining tamomlanganligini bildirib, maktab va davolash markazlari orqali Barmimning ma'rif va sahiya ul asarlariga alohida kuch qo'shishning nishon qilinganligini ta'kidladi. Xabarlarimizni ko'ringlar, rahmat. Ko'rishguncha omon bo'linglar. Xayr xo'sh, Alloh qamman.